shu peshobdan o'tayotganinglarda iltimos telefonda gaplashib o'tmanglar. Avtoxon Yusufton, assalomu alaykum akalar, ukalar va obunachilar. Uzoqdan yaqindan kuzatayotgan va menga podдержка berib turgan hammanglarga oldindan katta rahmat aytaman. Mana shu ko'chada yurgan, piyodada yurgan akalarimiz, opalarimiz, singillarimiz, maktabda o'qiydigan bolalar, shu peshobdan o'tayotganinglarda iltimos telefonda gaplashib o'tmanglar. Shu telefonda gaplashib, keyin yo'l o'rtasida peshobda o'rtoq qalaysan, dugonajon qalaysan deb ko'rishib, bir-biringlarni qo'linglarni ushlab olib, sekin yurib, bittanglar tez yurib, unaqa qilmanglar. Chunki to'g'rida ishlayotgan mashinalar bor, to'g'rida ishlamayotgan mashinalar bor. Shoshayotganlar bor, ko'rmay qolganlar bor, xayoli boshqa joyda bo'layotganlar bor. Shular mabodo nima bo'lgan taqdirda ham baribir mashina aybdor bo'ladi. Shuning uchun o'tayotganinglarda qarab sekin o'tinglar. Keyin telefonda gaplashmaylik iloji bo'lsa. Kichkina bolalar, maktabdagi bolalar o'tadigan bo'lsa, qo'lidan ushlab o'tkazib qo'yinglar. Qizlar o'rtog'inglarni yo'lda qarama-qarshi ko'rib qo'yganinglarda peshobda o'rtasida ko'rishmanglar, juda ko'p voqealarni ko'ryapmiz. Keyin yana bitta iltimos, akalar, ukalar, yomon bir voqeani ko'rdim. Riskga yugurib chiqib kelasizlar. Unaqa yugurib chiqib kelmanglar. Kelayotgan mashina agar peshobda sizlarga yo'l bera olmay o'tib ketsa, unga katta shtraf keladi, misol. U arendada bo'lishi mumkin.